Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündilik xəvərlər programmasiga xoş keldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 3. ayının 29. günü düşənbə. Həmminglarning mushu vaqtda xeyrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər programmasining təfsilatida bo'lsin. Xitoy hokimiyatining Yevropa İttifaqı, Amerika, Kanada ve Angliyaning Uyghur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida 22 mart olgan o'rtaq qarordan o'ch ilish maqsadida 26 mart kuni Angliya parlamentining 5 nafar a'zosini o'z ichiga olgan 9 nafar shaxsga va Angliyadagi Xitoy tadqiqot guruhi, Konservativlar partiyasining kishilik huquq komiteti, Uyg'ur sud kollegiyasi, Eskis advokatlar birlashmasi qatorliq 4 o'ringa yomon niyat bilan ig'vo tarqatgan, yolg'on uchur tarqatgan degan bo'hton bilan jazo yurgizganligini e'lon qilishi Angliya hukumatining, Angliya parlamentining va Angliyadagi har qaysi sohalarning qattiq ayblashiga uchradi. Hozirgacha izchil Xitoy bilan mo'tadil munosabatni saqlab kelayotgan va Uyg'urlar haqida Xitoyga qarshi hech qanday ifoda bildirmay kelgan Angliya bosh ministri Boris Johnson 26 mart o'zining Twitter hisobida mundaq deb yozgan. Bugun Xitoy jazo tadbiri e'lon qilgan Angliya parlament a'zolari va boshqa Angliya fuqarolari Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan og'ir kishilik huquq dafsandichiligini yoritishda intayin muhim rol o'ynayotadi. Dafsandichilikka qarshi so'zlash kishilarning negizlik erkinligi. Men ularni qat'iy qo'llayman. Bu Angliya bosh ministri Boris Johnsonning Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'layotgan parlament a'zolarini qo'llaydiganligini tunji qitim ochiq oshkora holda bildirishi bo'lib hisoblanadi. BBC xabar agentligining bu vaqtda bergan xabarda Xitoyning bu harakati o'ch elish xarakterlik bo'lib, bu Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligi sababidan Xitoyning munosabatlik amaldorlarga qarata qo'llanilgan tadbirlarga qarshi o'ch elish uchun qo'llanilgan tadbirdir deb yozgan. Yaqında Angliya parlamentining Tuvan palatasida ba'zi parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizgan siyosatiga chetishlik amaldorlarga qarata jazo tadbiri yurgizishni talab qilgan edi. Uyg'urlar masalasini eng kuchli turda qo'llab kelayotgan va bu sababdan bu qitim Xitoyning jazolashiga uchragan Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim o'zining Twitter hisobida bosh ministr Boris Johnsonga rahmat aytgan va yana mundaq deb yozgan. Angliya parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligini oshkorlashga jur'at qilganligimiz uchun Xitoy bizga jazo tadbiri e'lon qildi. Men qo'rqmayman ham sukut qilmayman. Shundaqli hukumatimizmi qo'rqmaydi, ham sukut qilmaydi. Men erkinligimdan foydalanib Uyg'urlar duch kelayotgan zulmni anglataman va bu jazoni sharaf belgisi sifatida qabul qilaman. BBC xabar agentligining xabariga asoslanganda jazo tadbiri yurgizilgan boshqa parlament a'zolari o'zlarining Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi chiqqanligidan pushaymon qilmaydiganligini, aksicha sharaf his qiladiganligini bildirishgan. Xitoy tarafidan jazo tadbiri yurgizilganlarning biri Angliya Tuvan palata tashqi ishlar komitetining raisi Tuginxat apandi mundaq degan. Men buni Angliya demokratiyasiga qilingan bevosita hujum va meni ovozi bo'g'ilganlarning ovozi bo'lishim uchun saylagan Angliya xalqini jimiqtirishga urinish deb qarayman. Bu qitim Xitoyning jazolashiga uchragan Angliya Konservativlar partiyasining sobiq raisi Ian Duncan bu munosabat bilan 26 mart Twitterda e'lon qilgan bayonotida agar Xitoy mendan ochchig'ini chiqarib olmoqchi bo'lgan bo'lsa, Xitoyning bu jazosi men uchun bir sharaf medaldan iborat. Xitoyning Hong Kongda ilib berayotgan kishilik huquq tajovuzchilariga va Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga hammamizning pozitsiya bildirish majburiyatimiz bor. Qonun davlatida erkin yashayotgan insonlar cho'qim ovozini chiqarolmayotgan xalqlarning ovozi bo'lishi lozim deb ko'rsatdi. Bu qitim Xitoyning jazolashiga uchragan Angliya Konservativlar partiyasi kishilik huquq komiteti bu haqda e'lon qilgan bayonotida Xitoy kommunistik hokimiyatining jazolashiga uchraganligimizdan intayin sharaf his qilamiz. Amaliyotda bu bizning Xitoydagi qo'rqinchli kishilik huquq krizisi haqida ko'rsatgan tirishchanligimizning mukofotidan iborat deb ko'rsatdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi 26 mart kuni bayonot e'lon qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Yevropa Ittifoqi, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida 22 mart olgan o'rtaq qarordan o'ch ilish maqsadida Yevropa Ittifoqi va Angliyadagi jami 19 nafar shaxs va 8 o'ringa jazo yurgizganligini qattiq ayblash bilan birga, bu shaxs va o'rinlarning Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini fosh qilganligini va bu xil qirg'inchilikka qarshi turganligi uchun jazoga tortilganligini ta'kidlash bilan birga, Dunya Uyg'ur Qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan Xitoyning tahdidiga uchragan va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va zo'ravonliklarni to'xtatish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan bu haqqoniyatparvar shaxs va o'rinlar bilan har zaman bir safda ishkanligimizni bildiramiz deb ko'rsatdi. Bayonotda Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandining tövandagi so'zlariga o'rin berilgan. Xitoy kommunistik hokimiyatining tanqidlaguvchilarning ovozini bo'g'ish uchun qo'llangan bu xil taktikasi xalqaro tartibga hurmat qilish va uni qo'g'dash haqidagi butun prinsip va qimmat qarashlarga tamoman xilof bo'lgan razil bir qilmishdan iborat.
Xitoyning tüp nishoni bo'lsa o'z maqsadlariga yetish uchun Sharq Turkistonliklarning va ularni qo'llagan chet elliklarning ovozini bo'g'ish orqali xalqaro jamoatchilikning zo'rlab qo'llashiga erishishdan iborat. Yevropa Ittifoqi, Amerika, Angliya va Kanadaning Xitoyga qaratgan o'rtaq jazosi bo'lsa irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan shaxs va o'rinlarga qaratgan qonunliq jazo tadbiri edi. Ammo Xitoyning 3 ilish xarakterlik jazolash tadbirlari bo'lsa fikr erkinligi va xalqaro tartib nizomiga qilingan o'ktamlachi hujumdan iborat. Dunya Uyghur Qurultiyining bayonotida Xitoyning kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini tanqidlab, erkin fikr qilguvchilarga necha 10 yildan buyon izchil turda qartib kelgan qo'rqitish, tahdid silish va hujum nishoni qilish taktikasining keyingi haftalardan buyon yuqori pallaga ko'tarilganligi. Masalan, 1988-yildagi Sharq Turkiston o'quvchilar demokratik harakatining rahbari va Dunya Uyghur Qurultiyining navbatdagi raisi To'lqin Aysa apandimning ayni vaqtda Xitoyni tanqidlab faqat erkin fikr qilgani uchunla hujum nishoni qilinganligi va bu sababdan chet elga siyosiy panohlik tilab chiqishga majbur bo'lganligi askartilib mundaq deyilgan. Xitoy hokimiyatining amdilikda bo'lsa bu xil o'ch ilish harakatini butun g'arb ellarida demokratik usulda saylab chiqilgan parlament a'zolariga kengaytishi, Xitoyning hech qanday badalga qaramasdan erkinlik va erkin munozaraga buzg'unchilik qilishdek yovuz niyatini to'liq oshkorlab berdi. Xitoyning bu qilmishi faqat ma'lum shaxs va o'rinlarga qaratilgan tahdid bo'lib qolmasdan, balki xalqaroliq butun o'rtaq prinsiplarga va qimmat qarashlarga qilingan tahdiddan iborat. Bayonotning oxirida mundaq deyilgan: Shuni mo'ljarlash mumkinki, Xitoy hokimiyati oldimizda yana Kanada va Amerikadagi ba'zi shaxs va o'rinlarga jazo yurgizishi mumkin. Shunga hozir xalqaro jamoatchilikning har qanday vaqtdan bakara Xitoyning bu xil jazolash qilmishlariga qarata birdek tadbir qo'llanishga jiddiy ehtiyoji bor. Xalqaro jamoatchilik cho'qim Xitoyning erkin fikr qilguvchilarni va tanqidlovchilarni jimiqtirishga urinishdek bu xil qilmishlariga qarata ochiq pozitsiya bildirishi. Birleşken Devletler Teşkilatı özünün rəhbərlik rolunu toruq jari qıldırıb, yadroluq prinsiplarda çiң turub Xitayning qilmishlarini qat'iy turda ayblishi va Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun amaliy qadamlarni besishi lozim. G'arb matbuotlarining xabarida aytilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 24-mart kuni NATOning Brüsseldagi bosh shtabida o'tkazilgan Tashqi ishlar ministrligi yig'inidan keyin axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Amerikaning bundan keyin Yevropa Ittifoqi bilan hamkorligini kuchaytirib, Xitoyning qadam-muqaddam ish berayotgan o'htamligi va tahdidiga birlikda taqobil turmoqchi bo'lganligini aytgan. U yana yig'in mezgilida Yevropa Ittifoqi va NATO qatorli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlashishning Bayden hukumati uchun nihoyatda muhim ekanligini ta'kidlagan. U mundaq degan: Biz birlikda harakat qilsak, yolg'iz harakat qilgandan ko'p kuchli bo'lamiz. Ta'sirimiz cho'ng bo'ladi. Xitoyning o'ch ilish xarakterlik jazo qo'llanishi bizni texmo ittifoqlashtiradi. Bu axborot e'lon qilish yig'inida NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg g'arb ellar, jumladan NATOga a'zo davlatlarning Xitoy amaldorlarini jazolaganligi, NATOning bunga qanday qaraydiganligi haqida savollarga javob berib mundaq degan: NATOga a'zo davlatlar har xil usullar bilan Xitoyga cheklama qo'ydi, chunki ularning ko'p qismi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar. Albatta NATOning muhim a'zosi bo'lgan Amerika Xitoyga cheklama qo'ydi. NATO o'zi xalqaro bir organ bo'lishi sifati bilan texi rasmiy qaror chiqarmadi. Xitoyning taraqqiy qilishi bexatarligimizga tahdid elib kelsa-mu, biz texi Xitoyni raqib deb qaramaymiz. Ammo Xitoy qo'shni davlatlarga tahdid silayotdi. Janubiy dengizda ig'vogarchilik qilyotdi. Eng muhimi, Xitoy bilan qimmat qarashimiz o'xshamaydi. Xitoy hukumatı o'z davlatidagi millatlarni, jumladan Uyg'urlarni bostiryotdi. Hong Kongliklarning huquqini cheklayotdi. Xalqaro qoidalarga buzg'unchilik qilyotdi. Biz bularni ko'rib yetdik. Shunga biz 2030-yilgacha amalga oshiradigan bir plan tuzib, ittifoqdoshlarimiz bilan texmo zich birlashib, Xitoy tahdidiga taqobil turmoqchi. Dunya Uyghur Qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi Erkin Akram apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida, Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining Xitoyga birlikda taqobil turishida siyosiy birlik va iqtisodiy embargoning kifoya qilmaydiganligini, NATOdagi bir harbiy kuchning buningga qetilishi kerakligini, shu chog'da Xitoyning tahdidini besiqtirg'ili bo'ladiganligini bildirdi. U yana Uyg'urlar masalasi tufaylidan dunyoning g'arb va sharqdan iborat ikki guruhga bo'linganligini, dunyoning siyosiy tarixida bunday ahvolning asosan ko'rilib boqmaganligini, g'arb ellar bilan Xitoyning to'qinishida Uyg'urlar masalasining uzoqgacha mavjud bo'ladiganligini ta'kidlab o'tdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi bilan o'tgan yili 9-oyda Londonda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandi 26-mart kuni Xitoy tarafidan jazo e'lon qilingan Angliyadagi 9 shaxs qatoridan o'rin olgan. Uning riyosatchiligidagi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoy jazo e'lon qilgan Angliyadagi o'rinning biri edi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi bo'lsa, ayni chog'da Markaziy Gollandiyadagi Xalqaro adolat divonida sobiq Yugoslaviya prezidenti Miloševićni sotlagan dunyoga mashhur sudchi bo'lib, xalqaro qonun sohasida yuqori inovatga ega shaxslarning biridan iborat. Jeffrey Nice apandi bu munosabat bilan matbuotlarga qilgan so'zida, buning navbatdagi xizmatimizga qilchilik daxlisi yetmaydi. Aksicha bizni Xitoyga texmo qattiq bo'lishga undaydi deb ko'rsatdi.
Xalqaro Uyghur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jifirnays apandining imzosida e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonotda mundaq deyilgan. Xitoy Xalq Cumhuriyati e'lon qilgan jazo tadbiri xizmatimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Sotimizga qatnashishni xohlaydigan har qanday guruhga rayon va yoki shaxsning sud kollegiyamizda ta'minlagan uchurlari orqali mustaqil chiqargan hukmlarimiz Xitoy Xalq Cumhuriyatiga qarshi turish uchun emas. Biz Xitoy Xalq Cumhuriyatining bizning sud kollegiyamiz bilan hamkorlashish taklifimizga javob qaytarishini va sud kollegiyamizning xizmatiga yordam beradigan isbot bilan ta'minlashini umid qilamiz. Xitoy hokimiyatining Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi haqida aybnomasida bu atalmish sud kollegiyasi sisq nomi pur ketgan va chegara sirtida aktiv harakat ilib berayotgan mustaqilchi tashkilot Dunya Uyg'ur qurultiyining bevosita iqtisodiy yordami bilan qurilgan. Dunya Uyg'ur qurultiyining chet ellardagi terrorchi tashkilotlar bilan quyuq aloqasi bor. Bu sud bilan Dunya Uyg'ur qurultiyi o'zaro til biriktirib, Jongo hukumatini Xinjiangda irqiy qirg'inchilik ilib beryotdi deb hukm chiqarishga harakat qilmoqda deyilgan. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jifirnays apandining matbuotlarga bildirishicha, mazkur sudning 8 kishidan tarkib topgan baholash hay'ati bu yil 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha 50 nafarga yaqin guvohchi, shohid va arzdorlarni Londonga taklif qilib, oldi bilan ularning Xitoyning ustidan qilgan arz shikoyatlarini anglab chiqdi va bu yilning oxirigacha sudlashni tamomlaydi. 6-oyda o'tkazilgan tunji qitimning sudga Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi taklif qilingan bo'lib, ammo hozirgacha Xitoy elchisi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining taklifiga javob qaytarmagan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy hukumati 24-mart kuni Xitoy jamoat xavfsizligi ministri Zhao Kechini Sharq Turkistonni tekshirishga avatgan bo'lib, u mazkur rayondagi Xitoy amaldorlariga qilgan so'zida terrorlikqa qarshi kurash qilishda ching turish, terrorlikni yo'qotib muqimlikni saqlash tadbirlarini ishga oshirish va buni qonunlashtirish, odatga aylantirish, dushmanga to'g'ri zarba berish saviyasini o'stirish lozim deb ta'limot bergan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun sekretari Wang Mingshan, jamoat xavfsizligi nazoratining noziri Chin Mingu qatorliq amaldorlarni jazolashi va orqadan NATOning yig'inida birlikka kelib, Xitoyga taqobil turmoqchi bo'lishi Xitoy hukumatini put ko'ygan to'xudek o'ltiranmaydigan holatga tushirib qo'ygan bo'lib, Xitoy darhol bu amaldorni avatib, allaqachon mezi chuvilgan atalmish terrorlik qalpig'ini qayta ko'tarib chiqib, Sharq Turkiston xalqini davomli bostirdiganligi haqida davrang sog'an. Dunya Uyg'ur qurultiyining Xitoy ishlari komitetining raisi Ilshot Hasan apandi bu Xitoy amaldorining Sharq Turkistonga berish sababi haqida to'xtalib, Xitoyning bu ministri g'arbning bisimiga qarshi Sharq Turkistondagi soqchi va askarlarga madad berish, uchurlarning sirtqa oshkorinib ketishini texmo qattiq qamal qilish, bir qism Uyg'urlarni qo'yib berish orqali soxta tashviqotini bozorga silish yoki bu qirg'inchilikni texmo kuchaytirish uchun vatanga borgan bo'lishi mumkin. Keyingisi kishini andishiga soladi, ammo bu xil ehtimollikmi yo'q emas deb ko'rsatdi. Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik oldida izchil sukutda turib kelgan Saudiya Arabiston hukumati Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining xizmat ziyorati jarayonida o'zlarining Xitoy hukumatini qo'llaydiganligini yana bir qitim ifodaladi. Xitoy hukumati boshqarishidagi Xinhua agentligining 25-martdagi xabarida aytilishicha, Wang Yi xizmat ziyorati uchun Riyodga borgan hamda valiahd Muhammad bin Salman bilan maxsus suhbatda bo'lgan. Suhbatda Saudiya Arabistonning O'rta Sharq vaziyati, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi roli qatorliq masalalar haqida fikr almashtirgandan keyin ikki taraf terrorlikqa o'rtaq qarshi turadiganligini bildirgan. Muhammad bin Salman shu qatorda Saudiya Arabiston hukumatining Xitoy hukumati ijro qilayotgan atalmish terrorlikqa qarshi tadbirlarni qat'iy himoya qiladiganligini, shuningdek Xitoyning Hong Kong va Sharq Turkistondagi egilik huquqini butun kuchi bilan qo'llaydiganligini bildirgan. U bu vaqtda Wang Yiga va'da berib, biz sizlarning ichki ishinglarga hech qanday ahvolda aralashmaymiz. Shundaqla hech qanday bir guruhning islom dunyosi bilan Xitoy o'rtasida surkilish paydo qilishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Yaqinqi mezgillarda Saudiya Arabiston hukumati izchil o'xshamagan xalqaro sorunlarda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish siyosatlarini himoya qilib kelayotgan bo'lib, bu sababdan Saudiya Arabiston hukumati g'arb demokratik ellarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining izchil turda qattiq ayblashiga uchrab kelmoqda. Dunya Uyg'ur qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasiga xizmatchi qabul qilish e'loni. Dunya Uyg'ur qurultiyi tarafidan oldimizda Fransiyaning poytaxti Parijda quriladigan ishxonasi uchun to'liq kun xizmat qiladigan maoshliq program yetakchisi qabul qilinadi va Fransiyaning o'lchami bo'yicha sug'urtaliq maosh beriladi. Qabul qilinadigan xizmatchi xodim jazmani oliy maktab diplomiga ega bo'lgan bo'lishi, fransuzchani yuksak saviyada bilgan bo'lishi, inglizchani belgilik saviyada bilgan bo'lishi shart. Undan boshqa yana Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasida cho'nqur ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, xalqaro munosabat, diplomatiya va siyosiy bilimlarda ma'lum asosga ega bo'lgan bo'lishi, normal 8 soatlik xizmat vaqtiga kapolatlik qilish bilan birga jiddiy ahvollar ostida, bayram va ta'til kunlarida fidokorlik ko'rsatib xizmat qilishga tayyor turadigan ruhga ega bo'lishi lozim.
Dunya Uyghur Qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasi Qurultiyining Fransiyadagi to'liq huquqli vakolatchilik organi bo'lib, bu ishxonaga qabul qilinadigan programma yetakchisi Qurultiyiga vakolatan Fransiya hukumati, parlamenti, Fransiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq va ommaviy tashkilotlari bilan keng doirada munosabat o'rnatib, Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati bilan yaqindan moslashgan holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasining Fransiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga g'ayrat qiladi. Agar o'zingizni bu sharafli xizmatga loyiq ko'rsangiz, 2021-yili 4-oyning 15-kunidan burun tövandagi aloqalashish adresi orqali o'zingizni Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasiga tizimlating. Qurultiyining rasmiy tor betidan bu vaqtdagi e'lonning yanada tafsiliy mazmunini ko'ra olasiz. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq pirugrammimizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xeyr xo'sh.